Sevara opa, turmush o'rtoq tanlashda qiynalib ketyapman. Nima qilishni bilmayman. Nima maslahat bera olasiz? Bilasizmi nima? Birinchi o'rinda ro'za yashkilaringizni yechasiz. Ikkinchidan, u qizni emotsional holatini tekshirasiz. Har bitta muammo yaratasiz. Bu muammoda u agressiyaga beriladimi? Muammoni hal qilishga urinadimi yoki arazlaydimi? Yoki yana nimadir holatmi? Yetuk odam muammodan qochmaydi, agressiya ham bildirmaydi, xafa ham bo'lmaydi. Mana shunda hal qiladi. Ya'ni ikkita siz bilan u o'tiradi, to'xta, mana shu muammoni birga hal qilaylik. Keyingisi, u sizni kelajakdagi orzu maqsadlaringizni qanchalar qo'llab-quvvatlaydi. Agar siz bog'ga qarasangiz, u tog'ga qarasa, ikkita tomonda konflikt bo'lishni boshlaydi. Uchinchidan, hozirgi qizlar ko'pchiligi mashinasi bormikan, mahrimga geylik olaman, 3 xonali uy olaman deb qandaydir talablar qo'yishadi-da. Erga teganda faqat fokusi moddiy tomonda bo'ladi. Bugun bor mashinangiz ertaga yo'q bo'lib qolishi mumkin. Lekin sizni hissiyotlaringiz bor. Ya'ni har tomonlama qarang-da, keyin qiz tanlang, sarvar adashib qo'ying.